Hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana o'sha azamat boy Minecraft. Biz bugun Survival'da Herobrine bilan o'ynaymiz. Bu versiyada Herobrine ham bor. Lekin uni uchratamizmi, yo'qmi bilmayman. O'zim o'tgan safar alohida o'ynaganimda uni uchratmagandim. Shu sababli bu safar ham bilmayman. Mayli, endi o'yinni boshlaymiz. Avval daraxt chopib olamiz. Chunki daraxtsiz hech narsa qila olmaymiz. Lekin men ham tentak emasman. Nega endi Barbosa senga kemanib berib yuboradi deb o'ylayapman. Minecraft biroz sal qotyapti. Sababi bu yerda Herobrine borda. Herobrine. Bu yoqqa tushishimiz kerak. Bo'lmaydi. Oho, ko'mir. Herobrine haqida ba'zi ma'lumotlarni aytib o'tib ketaman. Herobrine hech qachon to'g'ridan to'g'ri hujum qilmaydi. U asosan oldingizdan turtib o'tib ketadi. Bo'lmasa o'zi hujum qilmaydi. Ezroq ko'mirlarni ko'rib olib, keyin qo'y topish kerak. So'ng turli xil narsalarni yig'ish kerak. Bizning maqsadimiz Minecraftda 5 kun yashab qolish. Herobrine bilan albatta. Juda zerikdim. Odam birinchi kirganda Minecraft juda qiziqarli tuyuladi. Lekin keyinchalik odam zerikib ketadi. Ashqalib zombilar chiqib qolmasa bo'ldi. O'tgan safargi videoimni necha kishi ko'rgan? Bor yo'g'i 3 kishi ko'ribdi. Sizlardan iltimos qilaman, ko'p videolarimni ko'proq ko'ring va like bosing. Obuna bo'lishni ham unutmang. Axir obuna bo'lishga bor yo'g'i bir necha soniya ketadi. Podpisatsiya tugmasini bosing, podpiska. Mana. Oy. Endi ko'p o'zimizga balta, kirka, qilich yasaymiz. Mana yasab oldik. Endi bugun o'zimga bir shart qo'ydim. Bugun tunda uxlamayman deb. Bo'lmasa meni videolarimni ko'rgan odam bo'lsa, asosan men qo'y topishga shoshilaman. Chunki men birinchi uxlayman. Tunda yurmayman unchalik. Do'stlar, iloji boricha ko'proq obunachi yig'ishga harakat qilishimiz kerak. Tezroq. Yosh. Daraxtlarni qancha ko'p chopsak shunchalik yaxshi. Dun.
bugun siz izohlarga qaysi kuni ko'rayotganingizni yozib keting. Video dushanba kuni chiqdi. Siz qaysi kuni ko'rayotganingizni yozib keting. Sigir. Sigir omadim kelyapti. Yana bironta sigir topsak bo'ldi. Xo'sh, tovuq. O'l. Yo-mayo, 3 ta qo'y. Yo-mayo. Izohlarda bu so'zni, yo-mayo so'zini eng ko'p qaysi Minecraft'da aytishini ham yozib o'ting. Balki bu so'zni faqat men aytarman. Unday deb o'ylamayman. Ko'p Minecraft'larda bunday so'z eshitganman. O'l. Shunda omadimiz kelyapti. Tin. Sagratamiz. Buncha qo'y, buncha tovuqdan nechta tovuq go'shti olsak bo'ladi? Juda omadimiz kelyapti. Lekin Herobrine kelmayapti. Bu yerda tovuq pishib tursin. Men ungacha uyidagi ko'mirlarni qazib kelaman. Balki bu yerdan kim biladi, temir ham chiqib qolar. Mana. Bugun tunda o'zimga uxlamayman deganman. Sizlar ham eshitdingiz bu gapimni. Ko'proq chiroq ham yasaymiz. Avval yog'och kirkani sindiraylik, ko'proq narsa kavlab. Sinay deb qoldi. Ko'mirlar borasida juda omadimiz kelyapti. O'zi men juda omadli bo'laman-da. Kovlana qolsangchi, tezroq kovlan tosh. Tezroq sin kirka. Tezroq bo'l kirka. Hademay kirka sinib qolish kerak.
Sindi, yo'q sinmabdi. Sindi. Endi bularni teksib qo'yamiz va bo'ldi, ketdik. Atrofda skelet va zombilar yuribdi. Qani, unday bo'lsa ularni o'ldirishga ketdik. Qoch. Yaxshi. Yotoq olamiz. Leo bibit. Men uxlamoqchi deb o'yladingiz-a? Yo'q, men uxlamoqchi emasdim. Ketdik. Skeletni o'ldiramiz. Skeletlarga o'lam. O'l. O'la qolsang-chi, o'l. O'ldi. Atrofda menimcha boshqa maxluqlar qolmadi. Yoki qolmadi. O, zombi qishlog'i. Yoki zombi villager. Qochamiz, qoch. Ikkita olib orqamdan hujum qilishyapti. Qoch, o'l. O'lsangchi. O'l. O'l. O'l sinam. Hoy. O'rgimchakcha. Mayli, kun juda uzoq cho'zilib ketdi. Shu o'rgimchakni o'ldiramiz tezroq. Hay bechora. Zombi meni oldimga kelguncha o'ladi. Aytdim-ku. Bir kun o'tdi, videomizning birinchi qismi ham tugadi. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Подписаться va подписка, obuna, subscribe tugmalarini bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosish ham esingizdan chiqmasin. Xayr, keyingi qismda ko'rishguncha.